Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 26 yanvar 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 51 so'm 97 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.084 so'm 95 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.208.495 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.1% ga oshdi. Yevro 8 so'm 80 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.182 so'm 90 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.418.290 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.4% ga tushdi. Rossiya rubli 68 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 31 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.310 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 2.6% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. Oq kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 75 Rossiya rubli 86 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7585 Rossiya rubli 81 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2.5% ga tushdi. Boshqa valyuta kurslari ro'yxati bilan tanishib chiqing. Endi banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Birinchidan, AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Endi AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotib olish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotib olish bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Bugungi kurslar shunday. Banklarni solishtiring va o'zingiz uchun qulay variantni tanlang. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.